Yo, what's up, brotlar? Mana bu bomj videomizning ikkinchi qismi. Ko'pchilik so'ragandi yangiliklardan. Mana bu yerda uy qurishyapti, bunisini olib tashlashyapti. Xullas, mana bu yerda olib tashlaganlarim. Birinchi videoni ko'ringlarda, xullas do'stlar, hammasini aytib berishga erinaman. Kim bilsa tushundi. Xullas, men juda ham qayg'udaman. Shuning uchun ham do'stlar, ozgina tilim aylamay qolishi mumkin, chunki men ko'chada qoldim. Uyimni tortib olishdi va mana shunday bomjligimcha yashashga majburman. Bugun do'stlar, bomjlik qilib pul topish yashab qolishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, menda hech narsa yo'q. Faqatgina mana bu butilkalar bor. Shularni hozir topshirishga boramiz va ko'rasizlar qishloqda qancha pul to'lashar ekan bizdek odamlarga. Do'stlar, yig'lagim kelyapti, lekin o'zimni ushlashim kerak, chunki YouTube'da ko'p odamlar ko'radi, uyalishni xohlamayman. Shuning uchun ham kelinglar, sekin-astalik bilan butilkalarni qidirishni boshlaymiz, chunki u tarafda yo'q. Afsuski, mayda-chuyda bankalarni olishimiz ekan. Bu yer to'lib yotibdi bankalarga, lekin faqatgina shisha olishar ekan. Okey, mayli. Salom. Butilkalar olib keldim. Yaxshi. Xo'sh, mana bularni olamiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, deyarli pul yo'q. Mana buni qaranglar, bor yo'g'i shuncha yig'ildi. Ajoyib, o'zingiz hisoblab ko'ringlar, qancha berishar ekan menga ovqat bu pulga. Mana bularni olgim kelyapti, lekin ola olmayman-da. Ha, mayli. Ketdik do'stlar, endi kun ko'rishga harakat qilamiz. Hozir men daraxt chopmoqchi edim, lekin daraxt chopish juda ham qiyin. Qaranglar, nima bo'ladi chopmoqchi bo'lsam. Ko'rdinglarmi? Chunki modni ichida turgan mana bu bolta bilan deyarli chopishni iloji yo'q. Chopsa bo'ladi, lekin juda ham qiyin. Ko'rib turganingizdek, ishlatganman boltani, ammo juda ham uzoq joylardan qilishimiz kerak. Shuning uchun men hozir ozgina bo'lsa ham tosh olmoqchiman va shu tosh orqali o'zimga boltani yasab olaman. Tosh boltamiz bo'ladi, shu bilan bemalol keyin ishlasak bo'ladi. Aks holda modning boltasi afsuski umuman ishlamaydi. Junior World Edit modini qo'shib qo'ygan admin, lekin faqatgina adminlarda ishlaydigan qilsa bo'lardi. Yo'q, oddiy o'yinchilarda ham ishlaydi, ammo komanda yozsa hech narsa qilib bo'lmaydi. Aks holda hamma o'ziga oltin olmoslarni qo'yib olgan bo'lardi. Tushungan do'stlar, World Edit modini tushunmaganlar bo'lsa, internetda qidirib ko'rishinglar mumkin nimaligini. Bu juda ham qiyinchilik tug'diradi o'yinchilarga, lekin do'stlar, nima ham qilardik? Afsuski, bunaqangi server boshqa hech qayerda yo'q, chidab o'ynashga majburmiz. Endi esa bu yerdan chiqamiz. Tak, 1 2 3. Yaxshi, chiqib oldik. Endi ketdik qishloqqa. Daraxt chopdi deb o'ylashmasa bo'ldi odamlar, lekin daraxt chopishimiz ham kerak, chunki daraxtsiz hozir hech narsa yasay olmaymiz. Bo'ldi, hech kim ko'rmadi, bir donasi bizga yetib ortadi. Oxirgi sabzni ham yeb tugatsam kerak. Bugun shu bilan iloji yo'q do'stlar, bor yo'g'i o'zimda qolgan 500 talik so'mlar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, qani merning yoniga kiraylikchi. Mer, ha, pul bormi? Yo'q, tushunarli. Ko'rdinglarmi do'stlar, qanchalik men jahldaman, hattoki salom bermadim, shunchaki eshikni yopib qo'ydim. Yo'q deganidan ko'rib turibsizlarki, men juda ham jiddiyman. Tak, kelinglar, endi o'zimizga doskalar yasab olamiz. Doskadan esa mana bunday qilsak, bizda endi yog'och cho'plar bor. Cho'plardan esa mana buni olishimiz mumkin. Bu bizga kerak bo'ladi ovlashda va yana ikkitalik qilamiz. Shu bilan ustidan toshlarni qo'ysak, mana bizda endi kirka bor. Ajoyib. Qolganiga esa kelinglar, o'zimizga instrumentlarni yasab olamiz va albatta mana bunaqangi chiroyli bel kurak. Ha, temirdan emas, lekin do'stlar, nima ham qilardik? Chidashga majburmiz. Qandaydir bo'lsa ham yashab qolishimiz kerak. Do'stlar, bomj hayoti oson bo'ladi deb hech kim aytmagandi. Uyi yo'q. Aslida do'stlar, bomj degani ruscha so'z bo'lib, tarjimasi без определенного места жительства bo'ladi, ya'ni muayyan yashash joyi yo'q odam. Bu degani bomj, ya'ni uyi yo'qlarni mana shunday bomj deyishadi. Inglizchasiga homeless, ya'ni uyi yo'q. Xullas, shunaqangi gaplar. Mening ham uyim yo'q. Bu degani esa haqiqiy bomjman. Yaxshiyamki o'sha mashhur bomj hayot serial bor Redardan va bu narsalarni bilib olganman va endi bemalol pulim yo'q, uyim yo'q vaqtda ham tirik qolishim mumkin. Xo'sh, o'rmonda hech narsa ko'rinmayapti. Hayvonlarni ham ovlay olmayman do'stlar. Ko'rdinglarmi? Mayli, shaharda hech bo'lmasa restoranlarni, kafelarni orqasiga borsa axlat mumkin bo'ladi. Albatta, men bunday qilmagan bo'lardim, chunki u darajada och qolganim yo'q, lekin baribir ham biroz bo'lsa ham ov qilib qorinimni to'qlamoqchi edim. Yo'q do'stlar, rolton sotib olishimizga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Ha, mayli, hech bo'lmasa qishloqning chetidan ozgina daraxt yig'ib olaylik. Bizga podval qurish kerak, chunki korobkani ichi shunaqangi issiq bo'lib ketadi yozda. Do'stlar, chidab bo'lmaydi. Shuning uchun ham ozgina bo'lsa ham o'zimni himoya qilish uchun issiqdan podvalda joy qurmoqchiman. U yerda ham sandiqlarni qo'yib qo'yamiz va narsalarni, masalan, ovqat va shunga o'xshash bor yo'g'i kichkinagina omborxona, podval hamda dam olish joyi bo'ladi. Yaxshi. Tak, mana bu qanaqangi meva ekan? Har doim qiziqardim. Tak.
Tushunarli yo'q, bizga bu kerak emas. Qamalib ketmasam bo'ldi. Do'stlar, bo'ldi, ketdi. Endi qishloqqa qaytishimiz mumkin va o'zimizga salqingina podvalcha qurib olamiz, maza qilib dam olamiz. Do'stlar, videoni shu joyicha ko'rib kelganlar tezroq kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar o'rnida bo'lsanglar nima qilgan bo'lardinglar? Men mana idish terib tirik qolishga majburman. Undan tashqari albatta kanalga obuna bo'linglar. Shunda qishloq bomjini ikkinchisi chiqadi. Mana bularni ham terib ketgan bo'lardim, lekin urushadi-da. Pul keldimi? Yo'q. Tushunarli. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Yana ham qo'pol bo'ldim. Shunchaki hech narsa demasdan pul keldimi dedimda eshikni yopib qo'ydim. Men juda ham jahldorman, ko'rib turganingizdek, men bilan hech kim o'ynashmasin. Xo'sh, 64 ta juda ham yaxshi. Endi bundan o'zimizga kerak barcha narsani yasab olishimiz mumkin. Masalan, hozir kelinglar birdaniga mana bu yerni ochamiz-da, o'zimizga podval qilishni boshlaymiz. Bilmadim bu yerda yana qancha qolaman, chunki mirni pul yo'q deyishiga qaraganda yana yaqin yarim yil ichida pul bo'lmasa kerak. Shuning uchun ham tirik qolishga harakat qilib bu yerda o'zimizga joy qilib olganimiz ma'qul. Shunda tirik qolishimiz osonroq bo'ladi. Issiqda kuyib pishib o'lmaymiz. Tak, davay mana bu yerlarni ochamiz va menimcha shuncha yetsa kerak. Shu yerda hozir bloklarni qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Yer tagida maza qilib doskalarning atrofida o'tirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni doskalarning ichida atrofimizda doskalar bo'ladi. Yaxshi. Endi kelinglar polni almashtiramiz va shu bilan bemalol yashasak bo'ladi bu yerda sandiqlarni qo'yib. Yaxshi, hammasi o'z joyida. Endi esa kelinglar bu yerni ham moslab qilib olamiz. Tak, bu yerda kirib qo'yishimiz kerak. Hech ham mayli doska qo'yib yuboraveramiz va endi bu yerga yana narvonlar kerak bo'ladi. Davay narvonlarni yasab olamiz. Birinchi navbatda bizga lyuk kerak. Lyukni joyiga qo'yamiz. Tak, yetmasa kerak. Mayli, hozir kelinglar birdaniga narvonlarni ham yasab olamiz. Keyinchalik yana bir ishni ikki ish qilmasligi uchun va bo'ldi. Ajoyib. O'g'irlab ketishimiz mumkin edi qo'shninikini, lekin bilasizlarmi? Politsiya chaqirib qolishi mumkin, chunki narvonni mendan tashqari yana boshqalar ham o'g'irlashar ekan. Shuning uchun bu yomon. Tak, narsani qilib qoldim, bo'ldi. Bu yerni qo'yamiz. Ajoyib. Endi bizda dam oladigan joy bor. Podval va sandiqlarni ham hozir joylashimiz kerak. Yaxshi. O'sha doskalar bizga bunda kerak bo'ladi va hozir yasab olamiz. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar, agarda o'rnimda bo'lsangiz yana nima qurgan bo'lardinglar. Yana ham qulay bo'lishi uchun yana ham kattaroq podval qilishimiz mumkin edi, lekin katta podval qilsam, ko'rib qolishsa menga shtraf bosishlari aniq, chunki noqonuniy qurilma hisoblanadi. Bu shunchaki karton bo'lgani uchun shundoq ham noqonuniy, undan tashqari noqonuniy joyda qurilgan butun bomj hayoti noqonuniy qishloqda yashab bo'lmaydi. Xullas do'stlar, tushlik tugadi, sabzini yeb bo'ldim, lekin qornim to'ymadi. Ko'rib turganingizdek, yana qornim ochishni boshladi. Bu degani esa borib, hech bo'lmasa xotinlancha olib kelishimiz kerak degani. Mayli. Salom, jitel. Salom. Men xotinlancha olishga keldim. Tak, non olamiz va qo'shimchasiga hot lunch. Mana shunda yashasak bo'ladi menimcha. Hammasi yaxshi. Katta rahmat. Arzimaydi. Do'stlar, mana hot lunchni upakovkasi bilan yeb yuboraman. Shunda qornim upakovka hisobiga sal ko'proq to'yadi. Hoy, bu yoqqa qara. Tak, jitel bizni chaqiryapti. Nima bo'ldi, jitel? Menga yordaming kerak. Sen bormishsan-a? Endi. Yaxshi. Grayson bormish. Menga qara. Xo'sh, o't yulib tashla. O't, mana bular nima? Orqani ham. Pulni to'layman lekin. Mayli, qancha to'laysan? 5000. Mayli, 5000 bo'lsa 5000 da, davay. Yaxshi, pulni olishing mumkin, qaychilarni ham bo'la qol. Men kutib qolmay. Hozir 1 daqiqada hammasini eplaymiz. Mana do'stlar, bomjning birinchi pul topishi albatta bu butilka terish emas. Shuning uchun ham yaxshi, normal ish desa bo'ladi. Yo'q do'stlar, endi men mardikorlik qilishga majburman. Nima ham qilardik? Pul bo'lsa bo'lgani, chunki hali tushlik bor, ertasi kuni bor. Xo'sh, hammasini olishimiz kerak. Yaxshi, orqa taraf tozalandi. Endi esa mana bularni ham terib tashlaylik birdaniga. Afsus, bularni qo'shimchasiga sotib bo'lmaydi. Hozir shuning uchun ham olib borib otib yuboramiz. Mana bu yerlarni ham olamiz va hammasi toza bo'ldi. Nimaga tozalatyapsan o'zi? Jitel, nima farqi bor senga? Narsa qurmoqchiman. Yo'q, tushunarli. Bo'pti, mana hammasini olib tashladim. Mana bu yerlarni ham bonusga olib tashlayman. Katta rahmat. Yana ish bo'lsa, meni begona qilmasdan aytaverasan-da. Xo'sh, bo'ldimi? Bo'ldi. Ortiqchasi bilan qilding, katta rahmat senga. Mana olishing mumkin qaychilarni. Bularni esa tashlab yubor, menga berma. Xo'p, bo'pti, men ketdim. Do'stlar, buni qaranglar, shuncha o't chiqdi-ya. Mayli, hozir olib borib tashlab kelamiz. Qancha hozir qishloq atrofiga tashlasam, aqli tashlayapsan deyishadi. Shuning uchun ham otib yuborish kerak uzoqroqqa. Tak, yo'q, unchalik uzoqqa ketmadi. Mayli, hozir do'stlar, haqiqiy beysbolchasiga otish bo'ladi. Yo'q, unchalik uzoq ketmadi. Davay, 1 2 3 va ana atrofga otib yuboramiz. Yaxshi. Mana shunchalik uzoq otsak bo'ldi. Ko'ringlarmi, men qanchalik zo'r otaman. Ajoyib. Endi esa o'tni otish kerak. Bu qiyinroq bo'ladi, lekin bo'ldi. Kosmosga uchirdik. Endi esa tezda qaytamiz. Yaxshi. Butilkalar afsuski bizda yo'q. Qishloq atrofida qolmadi. Hammasini terib, sotib, zo'rg'a tirik qolib yuribman bir necha kundan beri. Mayli, endi shunchaki kiramizda xotinlanchimizni oxirgisini yedik. Bo'ldi do'stlar, tugadi.
pulni ishlab topdik, pulni sarfladik. Endi esa qolganini bilmadim nima qilishni, shunchaki kechki ovqatga sarflasam kerak. Buni ham mana bu yerda qoldiramiz va tak, bizda hozircha non bo'lgani ma'qul. Hozir shu nonni, do'stlar, nonni ham yeb oldim. Hamma narsani yeb bo'ldim. Endi yana borib biror nima qilishimizga to'g'ri keladi. Ha, mayli, kelinglar, hech bo'lmasa ov qilishga harakat qilamiz. Qiziq, mer pulni olibdimkina. Janob mer, pul bormi? Bor. Rostammi? Ha, bor, keldi. Qo'yil. Chin ursin. Ortiqchasi bilan, ha, hammasi senga. Ola qol. Butun oyniki. Katta rahmat. Chin ursin, shuncha vaqtdan beri. Bo'ldi do'stlar, endi bilasizlar nima qilishimiz mumkin. Tak, hozir qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Tak, yaxshi. Bo'ldi. Xo'sh. Chin ursin. Allo, janob Jitel. Men pulni to'layman. Bo'ldi, qaytib keling, narsalarimni ham olib keling. Men yangi odam topdim. Nima? Qanaqangi yangi odam? Bo'pti. Tak, stop. Qanaqangi odam haqida gapiryapti? Telefonni ham qo'yib qo'ydi, tushunursan. G'alati, bu uy meniki. Qanaqangi yangi odam topadi? Ha, do'stlar, men aytgandim ko'chib ketaman deb, lekin bu o'zimni eng sevimli uyim, ko'chmayman. Hoy, bu nimasi? Salom. Salom, janob Jitel, nima uchun? Men senga aytgandim pulni qaytar deb, qaytarmading. Lekin mana hamma pul bor menda, ortiqchasi bilan berishim mumkin. Yo'q, afsus, men yangi odam topdim. Mana uy seniki, bu esa yashamaydi bu yerda. Hoy, bu meni uyim, axir men, tushunursan. Bo'ldi, bu meni uyim endi. Men pulni to'lab dokumentlarni ham qildirdim. Bu yerga kelmang, iltimos. Jinursin, uzr. Jinursin, yo'q, axir men bu yerda yashardim. Ha, rostdan ham zo'r rasmlardagidek bu yerda esa narsalarni qo'yish mumkin bo'ladi. Ha, bu yerda tak, verstak va pechka, xuddi menikidek. Nimasinikidek? Ha, men ham shunday qo'ygandim. Qoyil, yaxshi. Tak, bu yerda stol. Okey, endi kravat va tepaga shkaflar. Tushunursin. Bu yerdan chiqing, iltimos. Bu meni uyim endi. Lekin men chiq. Xo'p. Bo'ldi, qulflab qo'yaman. Iltimos, menga ha, tushunarli. U uyimni qaytarib bermaydi. Bo'ldi do'stlar, tamom. Bu degani endi men rostdan ham ko'chada qoldim. Bizni qishloqda boshqa kvartiraga beriladigan uylar yo'q. Sotib olish uchun esa menda turgan pullardan hali yana ancha munchasi kerak bo'ladi, kamida x10. Lekin menda bir tarafdan ideya bor, bilasizlarmi? Mana bu ham menikiga o'xshagan uy. Bu yerda boshqa o'yinchi turadi va bu uyning tagida podval bor va bu yerda bemalol yashasa bo'ladi. Men ham mana shu uy tagida podval qurib olsam-chi, o'sha yerda bu yerda yashasa bo'lgandek qilib sharoitlar qilib olaman va podval yashaydigan joyga aylanadi. Undan tashqari u yerda podval yo'q va hech kim tushib tekshirib ko'rmaydi. Men ham sezdirmayman. Hozir pullarimni sarflab